kafeda dugonalaringizdan hordiq chiqarib olasiz yoki bo'lmasam prosta televizor ko'rib olasiz. Nima qilamiz? Конечно, toza usti mushaklari bilan mashq qilamiz. Birgalikda qilamizmi? Boshladik. Ishga solamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi bo'lsa tez qilamiz. 1 2 3 4 5. Bo'shashtiramiz, dam olamiz. Ketdik. Ikkinchi marta, ikkinchi paftor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi bo'lsa bo'shashtirib tez qilamiz. 1 2 3 4 5. Mashqni yodlab olib doimo qilib yurishni unutmang.